Mana stanokimiz bor. Universal stanok bo'lib, mana stanokimizni uni asosan ham kukuruz upakovka qiluvchilar olishadi. Kireshki upakovka qiluvchilar olishadi. Bu yerda leys turibdi. Bu stanok vazifasi nima? Sal ham o'zini brendini chiroyli holatda qo'yadi. Ichiga mahsulotni hozirgi ko'rsatgan stanokimizni grammlab o'lchab oladi. Bu stanok yoqilgandan keyin bu avtomatik ham qadoqlaydi. Qadoqlamasdan oldin ichiga havo haydaydi. Bir vaqtning o'zida ham havo haydab, ham qadoqlaydi. Bu havo haydashning sababi nimaga deyiladigan bo'lsa, buni ichida sinadigan narsa bor. Agar buni ichida nima deydi? Bu chipslik ezilmasligi uchun ichidagi havo ushlab qolish uchun havo haydab turib upakovka qiladi. Demak, qonun qoidalariga qaraganda havo haydab va mahsulotimizga zarar yetkazmasdan qadoqlab berar ekan. Ajoyib. Kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham universal. Vaqt tejash qanaqa? Sifat darajasi. Sifat darajasiga kelganda, mana shu razmer bo'ladigan bo'lsa, hop, kun davomida avvalambor buni ustida ishlayotgan odamga bog'liq, o'rtacha eng kamida 10 minutadan 20 minutagacha shu razmerda upakovka qilsa bo'ladi. Bu universal apparat. Universalligi shuki, mana men degan katta sexlarda ham shu stanoklar turadi. Nimaga? Agar katta liniyali stanoklar 3 ta fazada ishlaydi, asosan bitta fazaga ketib qoldi, bo'ldi. Bu stanoklarga avtomatik o'tiladi. Bu universal apparat. Vaqtni tejash maqsadi. 90% sexlarda albatta shu stanok turadi, ya'ni shunga o'xshagan mayda stanoklarimiz bor. Mana shu upakovka qiladigan shu stanoklardan turadi.